Siz har doim kech qolasiz. Kech qolgan kishining to'tang. Ha? Qora mushuk 7 qadam orqaga yurmasa bir bexosiyat bo'ladi. Boriga irg'imlaringizni qarang. Qayting, lekin 1 2 Hozir pul domaysizmi pul? Choyga nima qo'lingizni tiqasiz? Asl be, pul domaysizmi? Piyola to'la pul bo'lsa, sizga pulon kerak emasmi deyman. Bering o'zim oling. Torting qo'lingizni. Shu irimlardan tugamadi-da sizda. Shu irimni ketdan o'lib ketmasangiz ham bo'ldi. Qanaqa irim? Men irim qilmagan odamman umrim davomida. Ayting qamta asl be. Qani ilohim. To'ting. Ha, yana nima bo'ldi? Shu ketishingiz og'ir bo'ldi-da sizda. Eshitmagansizmi asl be? Duo o'qiguncha pichoq bo'lmaydi. Kesadda bu, olib qo'yish kerakmi? Qani ayting, ilohim. Shu irim qilishingizga shu pichoq oxiri sizni kesadi-yo. Hamma ko'nglingizga olmang. Asl be, men qaytardim sekin bo'lmasa. To'xtadi. Ha, Doktor tanishardi. nima? Shu boya choyga qo'lingiz tiqqandan beri jichcha maza bo'lmayapti-da. Issig'iz yo'qmi sizda? Kinna kirib sizga kirib. Uni birdan qaytarib qilib yuborish kerak. Tanishlaringiz bormi? Bor tanishim, qo'shni mahalla, mastura kinnachi deydi. Olib borsam chotga qaytarib qilib beradi. Foydasi bo'ladimi? Bo'lar, men o'zim shunga borganman. Ketdi yering ko'rsam. To'xtang. Ha? O'ng oyoq bilan chiqdingmi? Bilmadim lekin. Qarang lekin, o'ng oyoq bilan chiqish kerak. O'zi yuvdingizmi? Nimani? Qo'lingizdami deyman-da. Endi oshib tushdi lekin. Tomga tushdimi? Ana ko'rdingizmi? Chiqqaningizdan palakatda. Yuvmay chiqqan ekansiz aytavermaysizmi?